Assalomu alaykum kichik do'stlar. Yaxshi turdinglarmi? Hikoya anglag'inglar bormi? Bugun men sizlarga Max bilan Saraning Qora odam yasashi degan hikoyani aytib beray. Max bilan Saraning Qora odam yasashi. Mening ismim Max. Singlimning ismi Sara. Singlim ikkimiz mükü bilan o'ynayapmiz. Fukam, sen mükvag'in, men seni topay. Sara mükülish uchun mangdi. Men ko'zlarimni qo'llarim bilan ching etib sanashga boshladim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mük bo'ldingmi? Hamsi izlayman juma. Men Sarani izlamoqchi bo'ldim. Sara, qanisan? Nega mük bo'lding? Sara? O'rindiqning kaynidimi yo'q? Nega mük bo'lding deyman Sara? Stolning ostidami yo'q? Seni ajab topolmayapman-ku. Sara, qanisan? Karvatning ostidami yo'q? Men seni topolmadim. Endi chiqqin. Chiqmasang o'ynamayman juma. Men bu yerda aka, men bu yerda. Sara chiqdi. Aka, endi sana navbat keldi. Sen mekkin. Mening o'ynag'im yo'q ukam. Talog'i chiqib, qor o'ynag'im kelyapti. Biz talog'i chiqmoqchi bo'ldik. Talog'i chiqish uchun oldi bilan qilin, qishliq ishtonlarimizni kiyib oldik. Ondan issiq do'ppilarimizni kiyib oldik. Bo'ynimizga sharpalarimizni ortib oldik. Putumuzga qilin, issiq o'taklarimizni kiyib oldik. Oxirida palaylarimizni kiyib sirtqa chiqdik. Apam, singlim, men uchaylan qora odam yasamoqchi bo'ldik. Biz turishib, yo'g'on qor pomzaklarini yasadik. Ondan birlikda 2 qora odam yasadik. Uning biri o'g'il bola, yana biri qiz bola. Xuddi singlim ikkimizdeklar. Sizlarmi qishda qor yog'ib qolsa, shunda qor odamlarni yasab o'ynab biqinglarmi? Bekli ko'ngillik bo'ldi ekan. Bugungi hikoyam mana shu yerda oxirlashdi. Kelar qatimda ko'rishaylik. Allohga omonat.